Qolaylaştırılgan iman yürüşlüki 6. qism qadar. Allah'ның pütken takdirini bilish ve onunla iman keltirish. Abduri Şeyh Muhammed Al-Cibali. 4. bab yamanlıqdan vücudga chiqadigan yaxshilik. Biz bu dünyadaki her qandaq nisbi yamanlıqda ma'lum hikmet ve muddaa barligiga shek qilmaymiz. Muayyen bir yamanlık yoki afetning orqasidagi hikmetni Allah subhanahu va taala o'zila mukammal bilgichidir. Lekin biz ham shularning ba'zilarini ko'rib yetalaymiz. Bo'libmi Allah subhanahu va taolaning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimga ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiga tayanganimizda. Bu dünya kişilerini sınaş için yaratılgan. Allah subhanahu ve taala osmonlarni ve zeminni, ölümni ve hayatlıkni bir maqsad için, yani bizni sınab aramızdaki yaxshilar bilan yomonlarni ayirish için yarattı. Allah subhanahu ve taala shundoq deydi. Tercümesi: Allah qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sınash uchun osmonlarni ve zeminni 6 kunda yaratdi. Osmon zeminni yaratishdan ilgari Allah'ning arshi suv ustida edi. Sura Hud 7. ayet. Allah subhanahu ve taala yana shundoq deydi. Tercümesi: İnsanlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sınash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Sura Kahf 7. ayet. Allah subhanahu ve taala yana shundoq deydi. Tercümesi: Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sınash uchun Allah ölümni ve teriklikni yarattı. Allah mutlaq g'olibdir. Tavba qilg'uchini eng mag'firat qilg'uchidir. Sura Mulk 2. ayet. Allah subhanahu ve taala yana shundoq deydi. Ve sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Sura Anbiya 35. ayet. Hiç kim bu dünyada sınılıştan qechib qutula olmaydi. Mu'minga keladigan sınaq yengil ve vaqtliq bo'ladi. Chunki uning iymoni Allah subhanahu va taolaning uni qo'g'dishi, uning yukini yeniklatishi, uningga sabr ve itoatmanlik ato qilishi uning kulpatlarini yeniklatadi. Buning aksida kofirlarga keladigan sınaq ve azab qattiq bo'ladi ve uzun davomlashadi. Dünyadaki lezzet ve azaplarning arzimasligi. Dünyadaki lezzet mi, azap mı o'xshashla o'tkinchi bo'lib, uning o'rnini tizla oxiratdagi abadiylik egallaydi. Anas radiyallohu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tercümesi: Qiyomat kuni dünyadaki çığıda en bayashat yaşayan davzax ahlidan biri elib kelinib, cehennemge bir qitim çöktürüldü. Andın onundan: Ey Adem oğlu, dünyada birer yaxshilik ko'rganmiding? Birer ne'matga erishganmiding? deb so'rildi. O Adem: Yo'q, Allah bilan qasamki, ey Rabbim, ve izzeting bilan qasamki, men dunyoda qat'iy yaxshilik ko'rib boqmadim, qat'iy xursand bo'lib boqmadim deb javob berdi. Andin dunyodagi chig'ida eng ko'p jafo chekkan jannat ahli bir kishi elib kelinib, jannatga bir qitim cho'ktirildi. Andin: Ey Adem o'g'li, dunyoda qiyinchilik tortganmiding, yo'qsullik ko'rganmiding deyildi. O: Yo'q ey Rabbim, Allah bilan qasamki, men hech qanday qiyinchilik tortmagan ve yo'qsullik ko'rmagan edim deydi.
İmam Müslim, İmam Ahmed ve başkalar toplagan. Külpetler müminler için faydalıktır. Burnunun uçunu ko'radigan kishilarning nazarida külpet mushaqqatlar bu dunyoda yuz bermasdiki. Eng muhimi Allah subhanahu ve taologa yaqin deb qaraladigan ve Allah subhanahu ve taolo tarafidan alayida qo'g'diladigan mu'minlarning beshiga kelmasligi kerak bo'lgan yomonliklardir. Halbuki mushundaq nuqtai nazarni bozorga soladiganlar qiyinchiliklarning mu'minlarga nurg'un jihatlardan foydaliq akiladiganligini tunib yetolmaganlardir. Tövende biz shu xil foydalardan ba'zilarini bayon qilamiz. Birinchi, mu'minlar gunohlardan poklanadi. Qiyinchilik mu'minlarning gunohlarini yuydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tercümesi: Mu'minlar ve mu'minalar taki zimmisida günah yok holatda Allah subhanahu ve taala bilan uchrashganga qadar ularga jinida, milida ve farzandida balaqada yetib turdi. İmam Ahmed, İmam Tirmizi ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Mishkat 1567 numar ve Es-Sahiha 2280 numarda sahih deb bahalagan. Abu Said Hudri radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Musulmonlarga bearamlik, kesal og'riq, qayg'u hasrat, azar, g'am, hatto sanjilgan tikinga qadar arziyat yetibli qolsa, şunun sebebi bilen Allah subhanahu ve taala ularning gunohlarini o'chirdi. İmam Buxoriy ve İmam Müslim toplagan. İmam Buxoriy ve İmam Müslim yana mushunga o'xshaydigan bir hadisni Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan. İkinci, Allah subhanahu ve taolaning yaxshi ko'rgan bandalari siniladi. Qiyinchiliklar Allah subhanahu ve taolaning yaxshi ko'rgan bandalarini sinashdiki vositasidir. Ular bu sinoqlardan o'tgandan keyin Allah subhanahu ve taolaga texmi so'yimlik ve yaqin bo'ladi. Aisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Haqiqatan solihlar boshqalarga qaraganda texmi qattiq sinoqqa duch keladi. İmam Ahmed, İmam Hakim ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 1610 numarda ve Sahihul Cami 1660-1935 numaralarda sahih deb bahalagan. Enes radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Mukofotning kattiligi baloning ig'irligi bilan bo'ladi. Haqiqatan Allah subhanahu ve taala bir qavmni yaxshi ko'rsa, ularni sinaydi. Kim Allah subhanahu ve taolaning siniqiga rozi bo'lsa, Allah subhanahu ve taala tarafidan bo'lgan rozilikka erishadi. Kim Allah subhanahu ve taolaning siniqiga g'azablansa, Allah subhanahu ve taala tarafidan bo'lgan g'azabga duchor bo'ladi. İmam Tirmizi ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 146 numarda sahih deb bahalagan. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Kishilar orasida eng qattiq sinoqqa duch keladiganlar payg'ambarlar, ondan shulardan qolsa eng yaxshilar, ondan shulardan qolsa eng yaxshilardir. Kishi dini, ya'ni iymon e'tiqodiga ko'ra siniladi. U dinda mustahkam turgan bo'lsa, siniqimi qattiq bo'ladi. Agar u dinda ojiz bo'lsa, siniqimi yenik bo'ladi. Darvaqa
bir bende kişiler arasında günahsız halette minip yürgenge kadar kıyınçılıklarga uçurap durdu. İmam Ahmed, İmam Tirmizi ve başkalar toplagan Şeyh Albani Sahihul Cami 993. numar ve Sahihul Targib ve Tarhib 3402. numarda sahih deb bahalagan. 3. Günahlarga kefaret boludu. Müşkülatla mu'minlarni ahiretdeki qattiq azapning o'rniga mushu dunyodagi yenik azap orqali jazolashning vositasidir. Anas radiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: agar Alloh subhanahu va taolo biror bandasiga yaxshilikni iroda qilsa, uning jazosini dunyoda berib etadi. Agar Alloh subhanahu va taolo biror bandasiga yomonlikni iroda qilsa, qiyomat kuni uning to'liq jazo berish uchun uni qiyomatgacha kechiktirdi. İmam Tirmizi ve başkalar toplagan. Yaxshilar bag'chisi 43. hadis. Şeyh Albani Mishkat 1565. numarda ve Sahihul Cami 308. numarda sahih deb bahalagan. 4. Mu'minlarning mukofotlari hassillanib, darajalari oshadi. Qiyinchilikqa duch kelgan mu'min buningga rozi bo'lsa, uning ajri hassillanadi ve mu'minlar orasidagi maqomi yuksaladi. Şuayb radiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: mu'minning ishi ajoyibdir. Haqiqatan uning barliq ishlari yaxshilikdir. Mu'mindan boshqalarning hargiz undaq emas. Agar uningga xo'shallik yetsa, shukr qiladi. Bu uning uchun yaxshidir. Agar uningga ig'irchilik yetsa, sabr qiladi. Bu mu uning uchun yaxshidir. İmam Muslim toplagan. Yaxshilar bag'chisi 27. hadis. İmam İbn Qayyim rahimahulloh shundoq degan. Mu'min uchun qiyinchilik xuddi doriga o'xshaydi. U mu'minning vujudida davomliq turivergan taqdirda uni halok qiladigan yoki iymonidagi darajasini tuvanlatadigan kasallarni saqaytadi. Qiyinchiliklar ana shundoq kasalliklarni yo'qotib, mu'minni to'liq mukofot va ustun maqomga erishishga tayyor holatga keltirdi. Shu sababdan qiyinchilik va sinoqlar mu'minning g'alaba, nusrat, shon sharaf va farovonlikka erishishi uchun zarurdir. Zadul Ma'ad 3-jild 198-199 betlar. Abu Hurayra radiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Alloh subhanahu va taolo kimga yaxshilik iroda qilsa, uni musibatga duchor qiladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Buxoriy ve başkalar toplagan. Yaxshilar bag'chisi 39. hadis. 5. Mu'minlar şehitlik maqomiga erishtirildi. Allah subhanahu va taolo nurg'un baloyi ofatlarni mu'minlarning ular janggohda o'lmagan taqdirdami şehitlik martabasiga erishishining vositasi qilgan. Jabir ibn Atiq radiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allah yo'lida o'ltirilishdan sirt şehitlik 7 turlikdir. 1. Vaboda o'lganlar shahid. 2. Suvda tunjiqib o'lganlar shahid. 3. Ko'krak parda yollig'i bilan o'lganlar shahid. 4. Qo'rsoq og'riqida o'lganlar shahid. 5. O't ko'yib o'lguchi shahid. 6. Tam besib o'lib o'lgan kishi shahid. 7. Qo'rsig'idagi bola bilan o'lib ketgan ayol shahiddir. İmam Malik, İmam Abu Davud ve başkalar toplagan.
İmam Hakim, İmam Zahabi ve İmam Albani cenaze ahkamları 55. bet qatarlıq muhaddisler sahih deb bahalagan. 6. Mu'minlar kurash ve sabr orqali tuziladi. Mu'minlarni balo qazo ve mushkulotlarga duchor qilish ularni poklaydigan ve tuzaydigan sinoqdir. Bu xuddi oltinni favqulodda kuchli o'tda tuzganga o'xshaydi. Mu'minlar Uhud g'azotida qattiq mushkulotlarga duch keldi. Lekin Allah subhanahu va taala o'zining mushundaq bir ishning yuz berishiga yo'l qo'yishining oqisidagi katta hikmatni bayon qilib, shundaq degan. Tarjimasi: Jihoddan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ularmi o'xshashli yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'alabani hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allah'ның haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Allah zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Kafirlarni yo'q qilishi uchundir. Ey mu'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga sabr qilganlarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sura Ali Imron 139-oyatdan 142-oyatgacha. İmam İbn Qayyim rahimahulloh bu ayetni tafsirlab shundaq degan. Allah subhanahu va taala g'alaba nusrat kunlarini insonlar orasida aylantirib turadigan bo'lib, har qavm buningdan o'zining nasibasini oladi. Allah subhanahu va taolaning mu'minlarning ba'zida mag'lub bo'lishini iroda qilishining hikmatlaridan ba'zilari tuvandagidek bo'lishi mumkin. Uning biri ularning iymonidagi sadoqatini amaliyotda namoyon qilish. Ikkinchi, ba'zi mu'minlarning Allah subhanahu va taolo uchun so'yimlik, o'zlari uchun foydali maqom bo'lgan shahidlik martabasiga erishishiga ruxsat qilish. Uchinchi, mu'minlarning Allah subhanahu va taologa tavba qilishi va uningdan mag'firat tilishi orqali ularni düşmanlarının g'olib kelishiga sabab bo'lgan gunohlardan isloh qilish va poklash. 4. Zolimlarni zulmi va mustabidligi sabablik halok qilish. Va yana bir sababi mu'minlarga qiyinchilik paytlarida tirishchanlik ko'rsatish va sabr qilish fursati ato qilish. Agar mu'minlar har vaqt g'olib kelavergan ve hiç kim ularga qarshi chiqmagan bo'lsa, bundaq fursat bo'lmagan bo'ladi. Zadul Ma'ad 3-jild 199dan 201-betlargacha. 7. Mu'minlarning Allah subhanahu va taoladan umid kutishiga va uningga davomli itoat qilishiga turtki bo'ladi. Agar kishilar faqatla qiyinchiliklarga duch kelmasa edi, xudini yo'qitib, ko'ranglab ketgan bo'ladi. Ofatlar ularning manmanchiligini besib, ko'rangligiga oy berdi. Shuning bilan bir vaqtda ig'irchiliklar ularga Allah subhanahu va taolaning qudratini his qildirib, ularning Allah subhanahu va taolaning shafqati va yordamidan umid kutishiga turtki bo'ladi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi:
yer yüzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchragan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lavhul mahfuzga yozilgan. Bu ish shubhisizki Allohga osondir. Alloh taolaning ularni lavhul mahfuzga yozishi qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmasliginglar va Alloh bergan narsalarga xush bo'lib ketmasliginglar uchundir. Alloh mutakabbirlar va o'zlarini cho'ng tutquchilarni yaxshi ko'rmaydi. Sura Hadid 22-23 oyatlar. Allah subhanahu va taolo bandalaridan beshiga ig'irchilik kelganda uni yod etgan itoatchan bandalarni maqtab shundoq deydi. Tarjimasi: biz sizlarni bir oz qo'rqinish bilan, bir oz qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat, ziyon zahmatlarga sabr qilg'uvchilarga jannat bilan xo'sh xabar bergin. Ularga biror musibat kelgan chaqda ular inna lillahi va inna ilayhi roji'un, ya'ni biz albatta Allohning ig'dorchiligidamiz. Ya'ni Alloh taolaning bandalarimiz. Cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Ana shular Rabbining mag'firati va rahmatiga erishkichilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Sura Baqara 155-oyatdan 157-oyatgacha. Mu'min har qitim qiyinchilikqa duch kelganda Alloh subhanahu va taologa bosh egib yelinadi. Kafir bo'lsa hakovarligini davomlashtirib Alloh subhanahu va taologa yelinmaydi va bu uning mangulik halokatiga sabab bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: mu'minning misoli yumron va sog'lom ziroatninkiga o'xshaydi. Shamol uni birdan bu yonga, birdan u yonga egib turdi. Mu'min toki ajli to'shqonga qadar balo qazoga duchor bo'lib turdi. Kafirning misoli bo'lsa mazmut qarg'ayninkiga o'xshaydi. U bir qitimdala yiltizidan qo'mirib etilganga qadar hech qanday ish, ya'ni mushkulotga duchor bo'lmaydi. Bu Imom Buxoriy, Imom Muslim va boshqalar to'plagan bir qancha hadisning jug'lanmasidir. Alloh subhanahu va taolo bu haqda shundoq deydi. Tarjimasi: dushmanning orqasidan qo'g'lashga sustlik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaldi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'alabini Allohdan umid qilasizlar. Sura Nisa 104-oyat. 8. Mu'minlar bilan kafirlar ayriladi. Biz Ali İmran surasidagi oyatdan qiyinchiliklarning mu'min bilan kafirni ayiradigan vosita ekanligini bilib olgan edik. Alloh subhanahu va taolo bu haqda yana shundoq deydi. Tarjimasi: biz toki sizlarning ichinglardan Allohning yo'lida jihad qilguvchilarni va jihadning mushaqqatlariga chidashlik berguchilarni bilganga, sirlaringlardan voqif bo'lganga qadar sizlarni albatta jihadga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Sura Muhammad 31-oyat. Alloh subhanahu va taolo yana shundoq deydi. Tarjimasi: insonlar iymon etdik deb qo'yish bilanlar sinalmay tark etilamiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Alloh iymonida rostchilarni cho'qim biladi. Iymonida yolg'onchilarni cho'qim biladi. Sura Ankabut 2-3-oyatlar. Xulosa: biz yuqorida muhokama qilingan nuqtalarni tuvandikidek xulosalaymiz. Qiyinchiliklarning mu'minlarga bo'lgan foydalari
tövendikilerden ibarettir. Birinci, günahlardan paklanish. İkinci, Allah subhanahu ve Taala'nın yaxshi ko'rgan bandalarining sinilishi. Üçüncü, ahiretki qoldirmasdan rahmat sifatida baldur berilgan jazo. Dördüncü, mukofotlarning hassilanishi ve darajalarning yuksalishi. Beşinci, şehitlik mertebesiga erishish. Altıncı, tirishchanlik ve sabr orqali isloh bo'lish. Yettinci, Allah subhanahu ve Taala'dan ümid kutish ve onunğa itoat qilish. Sakkizinci, mu'minlar bilan kofirlarni ayirish.